Assalomu alaykum azizlar, omonmisizlar? Hammalarga xayrli kun. Bugun yakshanba kuni 8 fevral 2026-yil. Bundan bir necha kun oldin zubor uyushtirgan edik. Qo'ybodom shahri Qizilnur qishlog'ida. Mana bu video uchun. Marhamat. Qizchani ko'ryapsizlar, beroq kelinglar. Lavlarini qaranglar, ko'karib ketgan. Qizim bitta tilingizni chiqaring. Mana qarang. Oyoqlarini qaranglar, ko'karib ketgan. Mana. Ko'ryapsizlar? Qaroyib ketyapti. Nahotki shu qizchani ko'rib ham rahmimiz kelmasa-da, shu videoni tuzorsiz. Mana azizlar, mana shu video uchun zubor tashkil qilingan edi. Hisobotni berib boraman. Xudo xolasa pullarni yetkazdirdik. Tak, birinchi zuborimizda 156.700 rubl hisobimga pul tushgan. Birinchi zuborimizda. Ikkinchi zuborimizda xudo xolasa Sberbank kartamga 55.550 rubl, T-bankka 13.000 rubl, VTB bankka 2.000 rubl va nalish hisobga beriladi 10.000 rubl hisobga beriladi. Jami 156.700 rubl bor edi birinchi zuborda, plus ikkinchi marta 80.550 rubl hisobimga pul tushdi. Jami 237.250 rubl hisobimga pul tushdi. Bergan xayriya sonlaringni o'z joyiga yetkazdirdik. Bergan xayriya sonlaringdan rozi bo'linglar. Alloh ming karra ziyodasini bersin. Ehsonda mukofoti ehsondir. Bir kishini qalbiga xursandchilik olib kirlaringmi, Alloh bu narsani qo'yib qo'ymaydi. Albatta qalblaringga kutmagan joylaringdan xursandchilik olib keladi Alloh taolo. Shuning uchun kimdaki xayriya ehsoni bo'lsa, mana Ramazon oylariga ham oz qoldi. Kimdaki atlaganlari bo'lsa, mana shu kartalarimizga bemalol tashlashlaring mumkin. Xudo xolasa buni yig'ib qiynalgan oilalarga, kam ta'minlangan oilalarga, yetimlarga xudo xolasa xayriya ehsonni olib tarqatib video chatlarni berib boramiz. Oldindan rahmat, hammaning Alloh rozi bo'lsin, ikki dunyo yaxshiliklarni bersin. O'zlaring kutmagan joylardan Alloh taolo yaxshiliklarni bersin. Hozir video davomida xudo xolasa hozir pullarni olib borib topshirganlarimizni ko'rsatib boramiz. Salomat bo'linglar, yaxshilik ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'tiradigan. Men o'tirmasam bo'ladi. Siz qo'yting, sizga. Yo'q, men bemalol o'tiraman. Men syomka qilaman. Allah sana pak vermiş, xonada qaytib baraka berdi. Shu dardmanlarda Allohning dardiga o'zining shifosini bergin. Dard beruvchi o'zingsan, shifosini beruvchi o'zingsan Alloh. Har bandan paranqo'rni qo'rq qaytarishga o'rgatuvchi Alloh o'zingsan. Dardiga shifo bergin. Hammadan tan jon sog' qil, to'y qillarga xudosh barvardiga xushtanchilik bergin. Allohu akbar. Sizdan yaxshimi hammalaring? Sog'lanib o'tiribsizlarmi? Tan jonlaring sog'mi? Uydagilar, o'g'il qizlar, oilalar hammalar yaxshimi? Qo'ychi qishlog'ining nomidan keldik. Mana shu yigitlarimiz sizlar shunaqa deb xabar eshitdik. Shu safardagi Rossiyadagi yigitlarimiz, qishloqdagi yigitlari, shunga xayriya ehson qilishadi, xabar olishadi, holdan xabar oladi. Shunga bir sizlarni ziyorat qilgani keldik. Qatorda sizlar ham, qizingizga ham shifosini bersin. Mehribon rahimdir Allohim. Hamma narsani o'zini bandalar Xudo bolalar rahmini bersin iloyim. Dardini bergan Alloh shifosini bersin. Allohdan so'rab qo'yamiz. Sizlarga Xudo ming bersin iloyim. Jammas qilib sizlarni salomatliklaringga mana nimalarga saqlanglar. Iloyim Alloh taolo iloyim sizlarga ham shifosini berib, shu yigitlar sabab bo'laylik shularni salomatligiga deb mana sizlarga shuncha pul. Ularga ham tanjonlari sog' bo'lsin. Ular bir beribdi, ularga ming bersin iloyim. Hammalar qo'shgan bilan qo'shib. 28.150 so'm pul yig'iluvdi. 150 so'mini bank komissiyaga oldi. 28.000 so'm pul yig'ib berishdi. Shu Sho'rqo'rg'on qishlog'i nomidan. Bu kishini Nijnovartovskda tanir akam borlar, borganlar akam. Nijnovartovskda bo'lganda bu. O'sha Nijnovartovskdan keldi. Rahmat, sog' bo'ling. Hammalar qo'shganlarni qo'shaqaringlar. O'sha musofirdagilarni ham duo qilib qo'yasizlar. Sizlarga ham tanlaring sog'at bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin.
Hoji bobo bo'lib hajatlarni ham chaqirish nasib ro'za edi. Allohu akbar. Ulardan borasizlar. Allah sana parvardigor, bordiga shu dardmanlarda dardiga Alloh o'zining shifosini bergin. Dard berguvchi, sinov berguvchi o'zingsan bergan sinovlaringni parvardigorim. Qadoshlar dardini tayin soat o'zini rizqini ulug' mushkul shuni rozi qilib bergan. Nima niyatlarimiz Alloh o'zining niyatlariga yetkazgan daromada qabul etsin. Allohu akbar. Ishkepsizlar. Qo'sha qarisin. Ular bizga bir berib, ularga mingda bersin. Bolalarning orzu havasini ko'rsin, tan joni sog' bo'lsin. Urushlar to'xtasin, hammalarning qo'li ochiq, yo'li ochiq bo'lsin. Ilohim qo'shqalar bilan qo'sha qarib baxtlarni bersin hammalarga. Ilohim. Ishkepsizlar hammalar, ishkepsizlar. Ishkepsizlar. Salomat bo'linglar, mana shu Alloh shifosini bersa, sizlarni xursandchiliklar, shular to'ylariga Xudo xolasa hammalaringni chaqiramiz, Xudo xolasa. yaxshi kunlar. Ilohim. Endi doktorga olib borib, olib keldi, jinday qo'li kaltalik qildi. Buni bir kishi bilib qoldi-yu. O'tgan yili kelinda operatsiyaga olib borgan Toshkentga. Bir yil ishlaganini berib, tinchitib keldi, mahalla yordam berdi baribir. Endi bu yerda ishlaganga jinday kuchi yetmay qoldi. Uni bir kishi bilgan ekan, darrov kelib nimaga oldi-da, videoga shu qizchani dischatdi. Buni maktabga berish uchun doktorga ishlanib Shu yoshligidan bo'lgani. Shu videoni ko'rib bizdan qishloqlarimiz keyin shu mana ikkita qishloq oqibati yaxshi bo'lsin deb shunaqa yig'ishtirishdi. O'tgan bozor Qo'rg'onda Zarina xonam kelib ko'rib ketdilar. Zarifaxon. Zarifaxon, ular ham kelib ko'rib ketdilar. Endi bu ham Nijnovatda ishlagan, qizim ham ishlagan, hamma tanishlar biladi baribir. Dardini bergan Shifosini bersa ilohim. Jinday sherpa har qamarqa bola bo'ldi, bunga qaralmay qoldi-da. Agar o'sha vaqt bundan orqasidan tushganda o'sha vaqt yaxshi bo'lardi-yu. Ilohim shu. Bundan beri doim xursandchilik. Tani joni sog' bo'lsin, o'zi. Mana azizlar, videoni ko'rdilaring, bergan xayr ehsonlaringdan rozi bo'linglar. Alloh kuningni yaxshilarini bersin. Biz xohladikki, shu ikkita qishloqda mehr oqibatini, mehrini bir-biriga kuchaytirishni xohladik. Nitoki endi Qizil Nur uchun bu. Yonimizda mana o'zimiz asli Sho'rqo'rg'on va Tavqo'chiga o'zi bitta qishloq, biz qishloqdanmiz. Mana shu qishloqda o'zi gruppasi bor, gruppamiz sarqichnalik qilyapti. Xohlaymizki, qolgan qishloqlar aro gruppalarimiz ham misol ajoyib bo'ladi. Xamirjoq qishlog'i bor yonimiz, Ko'chkar qishlog'i, Niyozbek, Madaniyat, Mahram, Sharqarantoq, Dashqarantoq, Botirqo'rg'on, Atar, Ravot, Qavala, yana qasr qishloqlar bor, hammasini eslolmayman. Hadilisa qilinglar, qancha safimiz keng bo'lsa, biz zuborlarimiz ham tez amalga oshadi va mana shunday insonlarga qo'ldan kelgancha yordam qo'lini cho'zishga harakat qilamiz. Bu albatta bu o'z nafsimizni o'ylab emas, mana shu jamiyatimizga, davlatimizga ozmi ko'pmi xizmat qilaylik degan niyatda yo'lga chiqqanmiz. Albatta bu narsani qancha safimiz kengaysa, shunchalik ishimiz oson bitadi. Salomat bo'linglar azizlar, xayr ehsonlarga rozi bo'linglar. Inshaalloh o'ylaymanki, bundan keyin Xudo xolasa yana mana shunday zuborlarda urishib tashkil etib turamiz. Kimda xayr ehsonlari bo'lsa, mana shu kartalarimizga tashlab borsalang, mana ro'za Ramazon oylarida Xudo xolasa mana shu kam ta'minlangan insonlardan, yetimlardan Xudo xolasa xayr ehsonlarga o'sha insonlarga yetkazib turamiz. Salomat bo'linglar, yaxshida ko'rishaylik. Assalomu alaykum.